Okay. Hello, guys. Good morning. I think we will have a great lesson today. Hammamiz yaxshimi? Yaxshi turib oldingmi? Xo'p. Demak, bugungi unit demak 7A biz o'tgan safar 6B ni tugatib, revise and check ni bajarganmiz. Bugun sizlar bilan 7A, unit 7A. Xo'p, have a nice weekend. Have a nice weekend degani yaxshi, xayrli dam olish kunini o'tkazing deyapti. Weekend bizda shanba, yakshanba kunlari nazarda tutiladi, ya'ni hafta oxiri. Esimizda bo'lsa. Xo'p. Birinchi mashqlarimiz bizda reading listening bilan boshlanyapti. O'qiymiz. Read the article then with a partner complete it with the percentage in the list. Xo'p. Mana bu yerda demak bugun katta ehtimollar demak shu percent, ya'ni foizlar bilan ishlashni o'rganamiz ekan. 10%, 46%. Demak bizda foiz mana bu belgi ingliz tilida percent deb talaffuz qilinar ekan. 46%, 48%, keyingisini 66% and 75%. Xo'p. Demak, 3 out of 4 British people do the same thing every weekend. Xo'p. Bu yerdagi of bizda ning bo'lib kelyapti. Tarjimasi ning vazifasini bajarib keladi. Xo'p. Bizda ning vazifasini biz nima bilan bajarardik? Apostrof s bilan. Misol uchun Malikaning kitobi degan bo'lsa nima bo'ladi? Malika apostrof s qo'yamiz. Malikaning kitobi. Book. Malika's book. Apostrof qo'yamiz va bookni qo'yamiz. yoki kitobning betlari bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa books pages, kitobning betlari, books pages. Demak apostrof s ning vazifasida kelardi. Xo'p, bizda yana bitta ning vazifasida keluvchi demak nimamiz bor ekan, bu of. Buning tarjimasi ning. Faqat bu sal joylashuvi boshqacharoq. Masalan, kitobning betlari demoqchi bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri birinchi kitobni yozamiz, apostrof s ni qo'yamiz va betlarni yozamiz. O'zbek tilida ketma-ketligidaqa. Faqat mana bunda boshqacha, ofda boshqacha. Biz tegishli bo'lgan narsani birinchi yozamiz. Ya'ni pagesni birinchi yozamiz. Keyin of qo'yamiz va book qo'yamiz. Endi bu tarjima qilinayotganda oxiridan tarjima qilinadi. Kitobning betlari bo'lib tarjima qilinadi. Kitobning betlari bo'lib tarjima qilinadi. Tushunarli? Yoki one of us. Us degani biz degani. Bizning birimiz, oramizdan bittamiz demoqchi bo'lsak, bizning birimiz. Pages of book, kitobning betlari. Televizorning ekrani misol uchun aytmoqchi bo'lsak. Televizorning ekrani, TV's screen bo'ladi bunda. Endi off bilan bermoqchi bo'lsak, screen, ekranni birinchi yozamiz. Of TV. Screen of TV. Tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p. Demak, qaytamiz videomizga. Readingni o'qishni boshlaymiz. Sarlavhani birinchi tarjima qilamiz. Bir harakat qilib ko'raylikchi, tarjima qilaylikchi o'zimiz. 3 out of 4 British people do the same thing every weekend. Same degani bir xil. Xo'p,
British ya'ni Britanlar 4ta Britanning 3tasi deyapti, har shanba yakshanba bir xil narsani qaytaradi. Bir xil narsani qiladi deyapti. 4tadan 3tasi demak bir xil narsani takrorlaydi deyapti. O'qiymiz, mana persentlarni taxminan qo'yamiz. Endi nimaga asoslanib qo'yishni aytmagan, o'zimizdan qo'yamiz ekan buni. Xo'p. After a hard week at work, the weekend is a time to do something fun and exciting. Buni tarjima qilib ko'ramiz o'zimiz. After keyin degan. Hard, qiyin. Haftani bilamiz. Xo'p. Demak, qiyin haftadan keyin, ishdagi qiyin haftadan keyin weekend, shanba, yakshanba dam olish kunlari bu bizga nimadir qiziq, fun bo'lgan, qiziqarli bo'lgan bir maza qiladigan biror ish qilishni vaqti deyapti. Demak, ajoyib imkoniyat bu deyapti. Shanba, yakshanba kunlari bizga ajoyib imkoniyat beradi o'zimizga yoqadigan narsani qilishga. But a new study says that degan ammo yangi demak o'rganishlar shuni aytdiki, misol uchun 48% olaylik. 48% of British people do the same activities every Saturday and Sunday. 48% Britaniyalik odamlar yoki teskari ofni nimasi bo'yicha tarjima qiladigan bo'lsak, Britaniyalik odamlarning 48%. Mana shu 48 qo'yaylik. Britaniyalik odamlarning 48% do the same activity every Saturday and Sunday. Do bajaradi. Same activity mashg'ulot. Bir xil mashg'ulotni bajaradi har shanba yakshanbada. What do they do? Ular nima ish qiladi? Misol uchun 10% watch TV yoki 75% watch TV, 66% go shopping, and 10% do the housework. And 46% spend the weekend at home. They never leave the house. Demak, falon foizi televizor ko'radi, falon foizi go shopping, magazinga boradi, falon foizi uy ishlarini qiladi, va falon foizi weekend, ya'ni hafta oxirini demak uyda o'tkazadi. Ular umuman uydan ko'chaga chiqishmaydi deyapti, mana akamiz. Uyda uy ishlarini qilishyapti. Xo'p. Tushunarli bu. Foizlar bilan ishlashimiz. Hop, bir audiosi bor ekan, eshitib chek qilib ko'ramiz, o'zi foizlarni qo'yishimiz to'g'ri bo'lgan. Seven point one. Three out of four British people do the same thing every weekend. After a hard week at work, the weekend is a time to do something fun and exciting. But a new study says that 75% of British people do the same activities every Saturday and Sunday. What do they do? 66% watch TV, 46% go shopping, and 48% do housework. And 10% spend the weekend at home. They never leave the house. Xuddi shu shaklda demak bo'ladi ekan. Tushundik-a? Endi bu tarafga o'tamiz. Listen to Polly talk about her weekend. After her weekends usually the same.
Are her weekends usually the same? Demak, Polly o'zini hafta oxiri shanba yakshanba kunlarini qanaqa o'tkazishi haqida gapirib berar ekan bizga va biz demak topishimiz kerak uni har nimasi dam olish kunlari bir xilmi? Polly is a hairdresser. She lives in Bristol with her husband in Andrew. Demak, o'zi nima ekan? Sartarosh ekan. Va Bristolda yashar ekan, turmush o'rtog'i bilan, Andrew bilan. Demak, eshitishimiz kerak ekan. Xo'p, eshitamiz. 7.2. Do you go out on Friday night? Yes, my husband Andrew and I always go out for a drink or for dinner. Where do you go? We usually go to our local pub because they have good food there. We sometimes meet friends there too. What time do you get up on Saturday and Sunday? On Saturday at 7:30. On Sunday it depends. At about 9. What do you usually do on a Saturday? I work from 9 to 4. I'm a hairdresser and we're open on Saturdays. Then after work I go to the supermarket and buy food for the week. In the evening we usually stay at home and watch TV. My husband's a big football fan and he always watches Match of the Day. Where do you usually have lunch on Sunday? With my parents or sometimes Andrew's parents. My dad makes a very good Sunday lunch. He's the cook in the family. Are you tired on Sunday evening? Yes, because in the afternoon we need to do housework, cleaning, washing, things like that. Do you do the same thing every weekend? Yeah, more or less. Except when we're on holiday. What's your favourite part of the weekend? Friday night, definitely. Demek javob nima bo'ldi? Are her weekends usually the same? Nima dedi? Yes dedi. Yes. Odatda demak bularning hafta oxiridagi shanba kunlari bir xil o'tadi ekan. Xo'p, listen again. When does Polly do this thing? Right, Friday, Saturday and Sunday. Xo'p, Polly nima ishlarni qiladi? Qachon qiladi mana shu ishlarni? Agar juma kuni qilsa Friday deymiz. Shanba kuni qilsa Saturday. Yakshanba kuni bo'lsa Sunday. SU qo'yamiz. Ya'ni daftarga hozir raqamlab qo'yamiz 1 2 3 4 qilib. Misol uchun mana 4-chi she goes to the pub with her with her husband. Demak, husband bu yerda er degani. U eri bilan nimaga boradi? Pub. Pub degani endi o'shaqa ko'ngilochar nimalar. Xona, mayxona deydi. Shunaqa joylarga boradi. Juma kuni. Xo'p. Boshqatdan eshitamiz hozir. Va biz qaysi kun qilganini topishimiz kerak ekan mana bu mashg'ulot. Daftarimizga raqamladikmi? Bo'ldi, boshlaymiz. 2. Do you go out on Friday night? Yes, my husband Andrew and I always go out for a drink or for dinner. Where do you go? We usually go to our local pub because they have good food there. We sometimes meet friends there too. What time do you get up on Saturday and Sunday? On Saturday at 7:30. On Sunday it depends. At about 9. What do you usually do on a Saturday? I work from 9 to 4. I'm a hairdresser and we're open on Saturdays. Then after work I go to the supermarket and buy food for the week. In the evening we usually stay at home and watch TV. My husband's a big football fan and he always watches Match of the Day. Where do you usually have lunch on Sunday? With my parents or sometimes Andrew's parents. My dad makes a very good Sunday lunch. He's the cook in the family. Are you tired on Sunday evening? Yes, because in the afternoon we need to do housework, cleaning, washing, things like that. Do you do the same thing every weekend? Yeah, more or less. Except when we're on holiday.
What's your favourite part of the weekend? Friday night, definitely. Xo'p, tugadi ha bizda. Endi tekshirib olamiz qilganlarimizni. Birinchisi nima bo'ldi? She does the housework. Sunday kuni qilar ekan. Bizda yakshanba kuni bajarar ekan. Uy ishlarini. She gets up at 7:30. Qachon 7:30 turar ekan? Saturday, ya'ni shanba kuni. She gets up at about 9. Bu ham Sunday. Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Saturday. She watches TV. She works until 4 p.m. Until yani gacha degani. 4 gacha demak ishlar ekan shanba kuni. Do you do the same thing every weekend or are your weekends different? Ha, bu bizga savol bo'lyapti. Siz ham bir xil ishni qilasizmi? Do you do the same thing every weekend? Har shanba yakshanba bir xil ish bo'ladimi sizda ham? Are your weekends or different? Yoki boshqachami har nimalaringiz? Shanba yakshanba boshqacha bir hafta deysiz, bir hafta boshqa ish qilasiz. Xo'p. Qanaqa? Yaxshi. Televizorlarda multfilmlar bor-ku. Shundaymi bolajonlar? To'g'ri topdingiz. Xo'p, davom etamiz. Vocabulary. The common verb phrase. 2. Free time. Look at the some sentences from the interview. Can you remember the missing verb here? Deyapti. Okay. Interviewdan bo'lgan gaplarga qarang deyapti. Can you remember the missing verb? Nimani topa olasizmi? Tushirib qoldirilgan fe'llarni topa olasizmi deyapti. Tepadagi eshitgan opamiz gaplari bo'yicha ikkita uchta gapni olgan va undan bir ikkita fe'lni tushirib qoldirgan. Qani bir topishga harakat qilib ko'raylikchi. My husband Andrew and I always out for a drink or for a dinner. Men bilan turmush o'rtog'im doim tushlik qilgani yo qanaqadir ichimlik ichgani nima out tashqari ko'cha degani. Ko'chaga chiqamiz bo'ladimi? Demak bu yerga go to'g'ri variant bo'ladi ekan. Go to'g'ri variant bo'ladi. Hop, keyingisi we sometimes friends there too. Biz ba'zida do'stlarimizni u yerda nima qilishimiz mumkin? Uchratishimiz mumkin. Uchrashmoq bu meet bo'ladi. Meet. Birinchisi go, ikkinchisi meet bo'ldi. In the evening, kechki payt, we usually are at home and watch TV. Kechki payt biz odatda uyda nimadir qilamiz va televizor ko'ramiz. Uyda qolamiz bo'ladi. Stay at home. Go, meet and stay. Stay degani qolmoq degani. Hop. Yaxshi. Nice. The vocabulary bank, common verb phrase, do the part 1. Hop, 126-chi demak betni ochamiz agar kitobimiz bo'lsa qo'limizda. Bo'lmasa demak ekranga qarab turamiz. 126. Common verb phrase. Demak listen and repeat the verbs and verb phrases. Eshitamiz va qaytaramiz ekan. Birinchi verb phraselarni. Audiyoni qo'yaman.
7.4. Common verb phrases. 2. 1. Free time. 1. Go out. Xo'p, boshlaymiz. Go out. 2. Play Play computer games. Qaytaramiz orqasidan. 3. Do sport. 4. Go to the beach. Demak, beachni o'rniga любой narsa kelishi mumkin. Misol uchun, go to the cinema, go to the theater, go to the supermarket. Kinoteatrga borish, teatrga borish, sohilga borish. Play computer games demaydi, kompyuter o'ynash. Do sport, sport bilan shug'ullanish. Go out degani ko'chaga chiqish, ya'ni aylanishga chiqish. At night deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Kechasi ko'chaga chiqish, aylanishga chiqish. 5. Stay at home. Uyda qolish. Stay at home. Hop. Karantin vaqtlari bizda uyda qoling degan yozuvlar bo'lardi. Telekanallarda e'tibor bergan bo'lsanglar. Ana shunda ham bizda stay at home degan yozuvlar bor edi. 6. Play tennis. Tennis o'ynamoq. 7. Walk. Walk. 8. Play the piano. 9. Swim. 10. Meet Meet friends. friends. Do'stlar bilan uchrashmoq. 11. Relax. Zavqlanmoq, maza qilmoq, dam olmoq. 12. Travel. Travel. Xo'p, mana bu yerda meetni har xil nimasini bergan bizga. Meet a person for the first time. Biron kishini, demak, birinchi marta uchratish. Misol uchun, I met him for the first time. Misol uchun, at school. Men uni birinchi marta maktabda ko'rganman. I met him. Meet at the station. Stansiyada ko'rishmoq. Meet friends after work. Ishdan keyin do'stlar bilan ko'rishmoq. degan ma'noda bo'lyapti. Xo'p, bizda traveling degani sayohat qilish degani. Sayohat qilishga aloqador bizda nimalar bor ekan? So'zlar bor ekan. 7.5. 7.5. Are you tired? Are you tired? Are you a student? Are you a student? Is this your coat? It's Is a this your 9.5, coat? Sorry. I put the wrong audio. Xato boshqa audioni qo'yibman. Mm. 9.5. Common verb phrase. Menimcha bu 9-unitga aloqador bo'lsa kerak faqat. Bizga bugun demak free time o'zi bo'lyapti. Free time degani bo'sh vaqt degani. Yozib qo'yamiz daftarimizga, daftar tutgan bo'lsak, yangi so'zlarni o'rganishga yozib qo'yamiz. Bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt. Xo'p, yaxshi. Endi the cover the words, look at the photos and say the verbs or phrases deyapti. Yashirib turib, demak, rasmlarni o'ziga qarab turib, endi fe'llarni aytishga harakat qilamiz kitobimizdan. Videoni pauza qilamiz. Xo'p. Activation. Work in pairs and make the true sentence with sometimes or never. Sometimes nima degani edi bizda? Ba'zida or never. Never demak hech qachon degani. Mana bu fe'llarni qo'yib, demak o'zimizga moslashimiz kerak. Bir chekkadan aytib chiqamiz. Misol uchun go out at night. Ko'chaga ko'chaga chiqish. I sometimes go out at night. Men ba'zida ko'chaga chiqaman. Yoki I never play computer games. Men hech qachon kompyuter o'ynamayman. Xuddi shunaqa qilib, demak, kitobimizga qarab audioni pauza qilamiz hozir, va o'zimizga moslab chiqamiz ekan mana bu namuna bo'yicha. Boshladik. Yaxshi.
Qaytarib chiqqan bo'lsak, davom etamiz. 42-betga qaytamiz. Word order in questions. Be and present simple. Reorder the words to make the questions. Can you remember the Polish answer? Demak, aralash qilib berib qo'ygan so'zlar ketma-ketligini biz moslab qo'yishimiz kerak. Demak, savol bo'lyapti, savollar bo'lar. Birinchisiga bizda nima keladi? What keladi. Esimizda bo'lsa. What keladi. Va undan keyin is kelishi kerak, ya. Bizda isni nimada berib qo'ygan? Haligi short formda. What is mana. What is. Bu yerga yozib keting, ko'rsatib. What's Hop, what's nima davom bo'ladi? Nima? Sening shanba yakshanba kunni eng senga yoqadigan qismi qaysi deyapti. What's your sening yoqtirgan favorite part of the weekend. Favorite part of the weekend. What's your favorite part of the weekend? Shanba yakshanba kunlari eng yoqtirgan qismi qaysi deyapti. Xuddi shunaqa qilib qolgan savollarni ham aralash qilib berib qo'ygan. Misol uchun ba'zilarda do bilan, ba'zilarda is emizar qo'yib, to be qo'yib, ba'zilarda present simple savol shakli biz do bilan yasaymiz, emizar bilan yasaymiz. Ya savollarni demak to'g'rilab yasaymiz ekan. Boshladik. Videoni pauzaga qo'yamiz. Xo'p, endi davom etamiz. Tekshirib olishimiz mumkin. Mana bu holatda. Ikkinchi savolimiz, are you tired on Sunday evening? Yakshanba kechki payt sen charchaysanmi? Charchab yotasanmi uyquga deb. What do you usually do on Saturday? Shanbada odatda sen nima ish qilasan? Do you do the same thing every weekend? Har hafta oxiri sen bir xil ishni qilasanmi? deyapti. Har hafta oxiri sen bir xil ishni qilasanmi? Okay, good. Tekshirib olgan bo'lsak, to'g'ri variantlarimizni demak chatga yozib qo'yamiz. Menga nechta to'g'ri variant olganimizni. Hozir biz sizlar bilan 104-betga o'tyapmiz, kitobimizni ochamiz. Word order in the question. Listen and repeat examples, then read the rules. Hop, qaytaramiz orqamdan. Are you tired? Are you tired? Sen charchaysanmi? Ya'ni charchadingmi? Are you a student? Are you a student? Sen talabamisan? Sen charchadingmi? Sen talabamisan? Is this your coat? Is this your coat? Bu seni paltoyingmi? Is the shop near here? Is the shop near here? Demak, do'kon shu atrofdami? How old are you? How old are you? Necha yoshdasan? Where are you from? Qayerdansan? What time is it? Soat necha? Why are you late? Nimaga kech qolding? Who are you? Kimsan deyapti. Who are you? Kimsan? Word order qanaqa bo'ladi? Subject verb. Ya'ni birinchi subject keladi va keyin to be keladi. Subject, to be, keyin object. Endi savol yasayotganimizda to be qayerga chiqadi? Oldinga chiqadi. They are American. Ular amerikalik. Endi ular amerikalikmi demoqchi bo'lsam, are ni oldinga o'tkazaman. Are they American? Are they American? Ular amerikalikmi? Endi ular qayerlik demoqchi bo'lsam, American ni o'chiraman. Qayerni boshiga qo'yib qo'yaman. Double H questionlar are to be lardan oldinda keladi. Where are they from? Where are they from? Ular qayerdan? Ular qayerdan? Tushunarli, va bu yerda ham bor. Do you go out on Friday nights? Go out, ko'chaga chiqasan. Juma kuni kechki paytlari ko'chaga sayrga chiqasan. Where do you go? Qayerga borasan?
What does your sister do? Singling nima ish qiladi? What music do you like? Yoqtirasan qaysi musiqani? When does Jane go to the gym? Jane qachon nimaga zalga chiqadi? How do you spell your name? Ismingni qanaqa qilib yozsam bo'ladi? Qanaqa spell qilasan? Who does she live with? U yashaydi. Who degani kim degani. U kim bilan yashaydi? With degani bilan degani. With bilan yozib qo'yamiz daftarga. Demak, savol yasayotganimizda present simple savol yasayotganimizda biz nimadan foydalanamiz? Do dan va does dan foydalanamiz. Do you go out on Friday night? Juma kuni kechki payt ko'chaga chiqasanmi? Endi questionly, double H questionly savol turi qanaqa bo'ladi? Qayerga chiqasan demoqchi bo'lsam, demak, where do you go? Where do you go? Double H questionlar do does dan oldindan kelyapti. Birinchi bu double H questionlar bilan boshlanyapti. Double H degani mana shu where, what, when, who, W va H bo'lgani uchun buni double H questionlar deyiladi. Where do you go? Qayerga ketasan? Qayerga borasan? Deyapti. Tushunarli, a? Xo'p, endi mana bu mashqimizni bajarib qo'yamiz. 7-A mashqini. Bu bizga uyga vazifa bo'ladi, na? Uyga vazifa. Bu topshiriqni albatta bajarib qo'yamiz. Va 43-betga o'tamiz. Pronunciation. Listen and repeat the words and sounds. Deyapti. Demak, eshiting va talaffuzda nimani qaytaring deyapti orqasidan. 7.7. Which? What? When? Why? Walk. Watch. Always. House. How. Home. Husband. Holidays. Who? Chair. Air. Hairdresser. Where? There. Owl. How? Town. Out. Mountains. Qaytargan bo'lsak, listen and repeat the conversation, then practice them with a partner. Mana bu suhbatni ham birga demak qaytarishimiz kerak. 7.8. What do you do at the weekend? I walk or I watch TV. 7.8. What do you do at the weekend? I walk or I watch TV. Who's Henry? He's my husband. Where do they live? Their house is over there. How do you relax? I go to the mountains near my town. Tushunarli. Qaytargan bo'lsak, buni endi sherigimiz bilan practice qilishimiz kerak edi. Demak, men A ni o'qiyman, siz B bilan javob berasiz. What do you do at the weekend?
Who is Henry? Good. Where do they live? How do you relax? Nice. Good job. Look at the questions and what are the missing words? Think about your answer. Okay. Mana bu savollarga qaraymiz. Ular aralash qilib berilgan. Masalan, orasida ba'zi so'zlar tushib qolgan. Misol uchun do tushib qolgan bo'lishi mumkin. Where do you? Misol uchun you tushib qolgan bo'lishi mumkin. Sen, ana shularni qo'yishimiz kerak. Misol uchun where do you have lunch? You tushib qolgan, do tushib qolgan mana 7-savolda. Mana shu mashqni, demak, savolni ketma-ketligini moslab yozib qo'yamiz to'liq. Tushunarli, ha? And answer the question with a partner. Write your partner's answer. Endi sherigimiz bilan buni qilishimiz kerak bo'lgan edi. Xo'p. Bizda lug'at bor. Men lug'atlarni tashlab qo'yaman. Workbookni bajaramiz. 7-aniga vazifa bo'ladi bizga va orqa qismidagi o'sha grammar nechinchi betdagi 104-chi adashmasam yoki 6-chi yoki 5-chi betdagi grammar mashqlarini bajaramiz. Mana bu mashqni tugatib qo'yamiz. Va lug'atlarni o'rganamiz. Vocabulary bank dagi lug'atlarni. Mana o'sha lug'atni boshqatdan o'zbekchasini ham berib turib tashlab qo'yaman gruppaga. Demak, thank you very much.